Assalomu alaykum azizlarim, gul shaydolari. Mana dekabr gulim наконец-то ochildi. Juda ajoyib, chiroyli, yirik sorti ekan. Chorsidan Nigora degan qizdan oldim. Qarang, shunaqangi guli ko'p. Qarang. Bir-biridan chiroyli ochilib yotibdi. Ketma-ket. Mana qarang. Odam qilgan ishi odam qiladi deb mana dekabr guldan hech ham o'stirmagan edim. Qarang, chiroyliligini. Asal. Yana rosa g'unchalari ko'pki, hali beri tugamaydi. Sizlarni ham gulinglar ochildimi? Dekabr stili. Mana. Buni endi bahorga chiqibmi? Ko'paytirgan paytda endi ko'paytiramiz. Bitta idishda ancha-muncha bo'lib eksa bo'ladigan darajada. Mana. Mana g'unchalar hali. Yana bir oy ochiladi mana g'unchalarni qarang. Katta tuvak ekib qo'yganman. Sen zakaz qilgan pitsa. Azizlarim, aziz muxlislarim, kimma hovlisida yanvar oyida mana shunaqa guli ochilib turibdi. Janvari qarang, chiroyliligini qarang. Hidi ham bor. Qarang. Kesishga ko'zim qiymadi. Turibdi. Janvar. Mana bittagina. Mamtimam gulim qarang. Shu gulimga yetib kela olmayapman de. Bu tol gulni kesishim kerak edi. O'rab qo'yishim kerak edi. Shu bugun hafsala qilaman. Agar shunaqa kun bilan bahorga chiqsak, kesmayasa ham bo'lardi-yu, lekin baribir sovuq kunlar bor hali. Mana azizlarim, qisqa roligimni tugataman. Hammalarga tinchlik, omonlik, sog'lik, salomatlik tilayman. Gullar chiroyli o'sib, bahorlarga eson-omon chiqib olishsin. Bolalarimiz hammasi sog' bo'lsin. Navralarni, to'ylarini ko'rib yuraylik. Nasib qilsin. Allohim hammani xonadoniga fayz baraka tilayman. Tinchlik, omonlikda yana g'oyibona diydorlashish nasib qilsin. Sog' omon bo'linglar Allohning panohiga.